Suyumlik mastarlar yaxshimizlar. Bugun men sizlarga haqiqiy voqeaga asosan ishlangan olqishli film Meyib Chelishchi to'g'risida so'zlab beraman. U bir g'alati maxluq bo'lib, uning tug'ma palning tuvida a'zosi yo'q edi. Hatto tarat qilishimi bir masala edi. Lekin u bir chelishchi. Shundoq, siz xato anglamadingiz. Puti yo'q bu dunyoga dangliq chelishchi. Uning ustiga u bir yildala 33 oltin medal olgan chempion. U oltin medalga qanday erisha olgan? Sayak u tug'ma quyruq chekinish yig'indi kasalligiga giribdor bo'lgan bo'lib, bel qismining osti qismi butunlay kesib etilgan. Bundaq kishilar boshqalarning nazarida keraksiz deb qaraladi. Shunga u amdili tug'ilganda axlat sandiqiga tashlab etilgan. Biroq yaxshi niyatli kishilar tarafidan bayqilib beqib ilingan. Lekin yaxshi niyatli kishilar rostli yaxshi niyatli kishilarmi? Undaq emas. Hukumat meyib bolalarni beqib olganlarga to'liqlama pul beradi. Ular sayakni beqib olib, to'liqlama pulga erishgandan keyin uni urib tillab, osh qo'yib, to'nlab qasmi kari yo'q masxara qilgan. 10 yil bu bola boshqalarning bir umr bo'zaq qilishiga uchirgan. Yana texi uydan qo'g'lab chiqarilgan. 14 yoshli sayak 10 yilda necha 10 oilada xuddi to'pdak u yoqdan bu yoqqa tepib yurilgan. Balalik chaqla sayakka nisbatan intayin ichinishlik asimi bo'lib, bu ishlar uni qattiq azobga duchor qiladi. 16 yoshga kirganda sayak yaxshi niyatlik Liya xonimga uchraydi. Bu ayol mehribonlik bilan uningga har taraflama g'amxo'rlik qiladi va holidan xabar oladi. Lekin u yanla sog'lom badanga ega bo'lishni orzu qiladi. Kamtik badani uni boshqalarga talpinishga, boshqalar tarafidan ichag'irtishga, masxara qilinishga, bo'zaq qilinishga ko'ndiradi. Shuning bilan u o'zini qo'g'dimoqchi bo'lib, chelishishni o'rganmoqchi bo'ladi. Bir qitimdala 32 turnik tatalaydi. Siz qila olamsiz. Uning 2 puti yo'q turib, kasbiy chelishchi bo'lg'isi bor. Sizningcha u muvaffaqiyat qozona olamdi? Turmush kishilarga faqat go'zal arzu-armonlaringiz bo'lsa, garchi meyib bo'lsingizmi, o'zingiz xohlagan har qanday ishni qila olasiz deydi. Bir qitimliq tasodifiy ahvolda sayak chelishish bilan uchrashdi. U chelishda o'zining butun vujudi bilan tafakkur qilib, azobni vaqtincha unutib, kuchab zarba berib, besimga uzoqcha bardoshlik berib, raqibini yengalaydigan ajoyib bir tuyg'u bo'ladi. Shuningdan keyin u chelishishni yaxshi ko'rib qoladi. Hamda Ternerning yetakchiligida to'liq o'tir maktabda rasmiy holda chelish komandasiga qatnashadi. Garchi Terner uning salomatlik ahvoliga asosan maxsus chelish mahoratlarini loyilab bergan bo'lsa-mu, biroq sayakning har bir maydon musobaqasi yanada mag'lubiyat bilan oxirlashdi. Uning raqibi musobaqada aron utgan bo'lsa-mu, lekin uni meyib, kamtuk, jamiyatga mituqurut, meyib turuqliq yana bu maydonda chelishib, kimni ko'zga ilmaysan deb masxara qiladi. Tomoshabinlarmi uni masxara qilib, uni boshqalarning ichini ag'irtib pul topqili kelganda deb o'ylaydi. Atrofdagilarmi o'zaro ko'zga ilmaganda qiliqlarni qiladi. Kichik vaqtdagi turmush sarguzashtisi sayaqqa faqat kuchliklarningla g'alaba sahnasida tura oladiganligini tushundirgan. Shuning bilan yengilganiga tan berishni xohlamaydigan u asabiylarcha mashq qilishga boshlaydi. Bir jup belki uning birdan-bir yo'lanchiga bo'lg'achqa, cho'qim belkini qo'l-put o'rnida tang ishlatishni o'rganib olish kerak edi. Sayak bir qo'li bilan yerni tirab, olg'a ilgirlash bilan bir vaqtda yana bir qo'lida raqibini yiqitishga yetarli kuch to'plash kerak edi. Shuning bilan u kundalik chelishish mashqidan boshqa ko'pincha vaqtlarda cheniqish uyda qilib kuch mashqi qiladi. Har xil odatdagi alayda mashqlarning hammasini u o'zini yuksaltirishga ishlatadi. Ammo birlashib berishning cheki bo'ladi. Qayta mag'lub bo'lgan sayak o'zidan to'liq umidsiz